tog'alar realniy mana bu atmosferani qaranglar. Voy, nima jinni bu, nima jinnixona bu. Bu ob-havo boru, ana miyasi invalid bo'lganlarni ham davolaydi. Oshqozonda yazva bo'lsa ham mana shu ob-havoda bitta nafas olsa boru, bitta to'yib nafas olsa bo'ldi. Ana astma kasalliklar, rosa davosida, mana Shvetsariyami, Avstriya, qattarligimi ham o'zim bilmayman. Avstriyada edim oxirgi marta lokatsiyada. Yog'i Shvetsariyaga o'tib ketdim shekilli boru. Bunaqa atmosfera faqat Shvetsariyada bor xolos. Buna jinni atmosfera. Men o'zimni 3-4 kundan beri ko'rsatmayapman, to'g'risi. Ana Короче, ko'z ishib ketganda, bilmayman, nimadir bo'libdi. Kechasi bilan birortasi pashsha-mashshalar men ustimda ishlaganmi, sal bo'lsa ham ko'rsataman, mana do'stlar. Sizlardan yashiradigan narsam yo'q. Ko'z ishib qopti boru, o'sha videoga olgani o'zim mana xijolat bo'lyapman. Mana ko'ngli noziylar bor. Ko'rib turib nima ahvol bu? Kumoq qisib ketdi deb gapirishmasinlar. Basharachani ko'rsatmayapti. Wow. Jinni narsa, jinni joyiga endi kelyapmiz boru. Jinni joyiga endi kelyapmiz. Video tugab qolyapti, yangilaymiz hozir. Videochani yangilaymiz.